Nima? Ayomi ismli doktorxonadan qochib ketibdimi? Qachon? Atigan, uning barliq materiallarini ishxonamga akirib bering. Doktorxona joylashgan tog'liq rayonni qattiq muhofazat qilinglar. Hech kimning qalayimqon kirib chiqishiga ruxsat yo'q. Doktorxonadagi doktorlarmi mendan buyruq tushmagicha uyga qaytmasin. Quruqliq armiya qismidan birliyan askar chiqarib, tog'liq rayonni kecha-kunduz chorlashga o'rinlashtirib, 24 soat ichida uni cho'qim izlab tepinglar. Menga uning tiriki bo'lsa tiriki, o'liki bo'lsa o'liki kerak. O telefonni qo'yib, orqasiga burilibla Azrailni ko'rgandek qo'rqib vaqirab ketdi. Sen qanaqsiga bu yerda bo'lsan? Nima? Yo'qlab keldim. Bo'lmabdiman? Uning oshxonada tamoq etayotgan ayoli ovozimni anglab, biz bu uyga chiqqan ekan. Berapla o xotinning bo'ynidan tutib, cho'jining bo'ynini o'zgandek uzib etdim. Boshqa degan harom tamoqning hidining yalvurishlari quloqimga kirib chiqmaydi. O xotinning bo'ynidan fontandek qon etilib chiqib, to'rislarning rangini qip-qizil bo'ymoqda edi. Eri degan haromliq qo'rqib ishtonga chiqarib o'lgirgan edi. Boshsiz badan daldan ishigandan keyin boshqa degan xumsining oldiga kelib yiqilib tushdi. U ablah putuq yulinib qolgan ayolining boshsiz badanini titrayotgan putida ishtirib etib, tizilib yalvurishga boshladi. Ufkom, o'tinay, bir qo'shiq qinimdan kashgan. Sening o'rningni asliga keltirib qolmay, sana huquq beraman. Meni kechirgin. Tfi, chupranda. Sana shuncha yil ishlab erishamagan amalga, amdilikda odam tabiatimni yo'qotib, hayvonga o'zgarib qolgani erishamdim. Ufkom, seni xato ayblabdiman. Menga rahim qilgin. Uning yalvurishlariga pisand qilmay, bayam o'zib olgan xotinning beshini u ablaqning qo'liga tutqizib qo'yib, qo'rqib bir bulunga kaplashib yig'ilishayotgan ishga harom tamoqningmi? Uning ko'z oldida onasining qishig'i o'zib qo'yish uchun mangdim. Bir bolasini ilib orqamga burilishimga u ablaq menga qoraltanib turibdi. Sen aramliq mo'shundoqli oson qutulib qolaman deb qoldingmi? Balani qo'y. Ha! Qo'ymasam-chi? Undaqda berib o'l. O shundoq degunicha men qartib qarg'ulacha o'q etishga boshladi. Afsus uning o'qining hammasi bu hayvonning balasiga tegib, badanini o'tindish qilayotmoqda edi. O'q har bir tekkanda bu bola bir injiqlaydi. Men bu qalqonni uningga qartib etib etib, uyning tam to'rislarida qalayimqan yurib, uning ko'zini olachakman qilib, beshini qaydirishga boshladim. Bu talva ablaq ochiqda taponchasidagi o'qning hammasini etib tugatdi. Lekin bir apaynimi menga tekkizamagan edi. Uning oldidan qancha tez qassam, shuncha tez qaytib kelib, u ablaqni bir tepik bilan mo'lloq atkizib etdim. Ondan yana bir harom tamoqni qo'limga ilib, beshini ostdan, putini ustin qitibdim-da, u ablaqning ko'z oldida hech kuchimayla cho'kini yirg'andek, ikki pochiq qilib oldiga tashlab qo'ydim. U ishplos ablaq yana tizlinib, mendan yavurmoqda edi. Shu asnoda kuchimning hammasini ikki qo'limga yig'dim. Ondan uning kallasidan tutib, bir to'lg'apla yuzini kayniga qaratib qo'ydim. Menimcha bu jazo u ablaqqa yenik bo'lib qoldi. Asli bu ablaqni oldirmay toza qiynab o'ldirmoqchi edi. Biroq bayaq telefonda qochib ketdi deyilgan Ayomi doktorni qutuldirg'ili bormasam bo'lmaydi. Ayomi doktor sizlarning doktorxonaning anatomiya tajribxonasidagi mening miyamni yuyishga mas'ul doktor edi. U ilgari menga yordam qilib, mening yuyish operatsiyasini ishlamayla keyingi bosqichliq operatsiyaga o'tkazib bergan edi. Uning shu yaxshiligida men hozir bu ablaqlardan qisos ilib, o'zimning odam bolasi ekanligimni unutib qolmagan edim. Bo'lmasa ular sen maymunning pushti deysimi, ishida bergan bo'lardim. Men aytib qolgan chaqda hukumat tarafchilarning doktorxona o'rinlashgan tag'ni butunlay qamul qilib bo'lgan bo'lib, chorlig'uvchi askarlar qadamni bir obsharkalarini agashtirib, Ayomi doktorni izlab o'tdi. Tun qorong'usi menga nisbatan afzal sharoit yaratib bergan edi. Taqabtiliga yamishib, amonlik saqlash mudofiya to'siqidan agib o'tib, Ayomi doktorni izlashga boshladim. Taq ichini bir aylanib chiqqan bo'lsam-mu, uning qarisini hech yerdan uchirtamadim. Askarlar tutuvag'imidi deysam, ularni davomli izlab o'tdi. Qanday qilish kerak? Bu qitin taqabtiliga joylashgan xatarli hanglarning ichini odam patqadek o'rak ham üst tarafidan qarasa, ko'zga ancha chilqib ketmaydigan kichik o'nkurlarni izlashga boshladim. Ali hazil necha soat izlagandan keyin bir kichik o'nkurdan yo'riqliq chiqayotganligini bayqab qoldim.
Yönelişimni yoruqliq chiqib tarafga to'g'rilab, o'nkirning eg'iziga kelganda, Ayami doktorning o'tda sinavatqanligini ko'rdim. Asta uning qishig'iga kirmoqchi bo'lib, o'nkirning eg'iziga kelganda, u men qartib tosh etishga boshladi. Yo'qol ayvallah. Menga yaqin kelguchi bo'lishma. Ayami doktor, bu men. Aydan Siyuko. U meni tasti esiga ilib, tosh etishdan to'xtadi. Sen bu meni tutqili keldingmi? Yo'q, men sizning ayni vaqtdagi shafqatingizga javob qaytarg'ili keldim. Shunda qilib, uning qishig'iga kelib o'ltirdim. Ham o't sing'ash, bishimga kelgan barliq qismatlarni uningga birma-bir so'zlab berdim. Ayami doktor, bu yerda uzun to'saq bo'lmaydi. Hozir u ablaqlar butun tog'ni qurshab bo'ldi. Ustiga chiqsalar, askarlar obsharkalarni qo'yib etib, bizni talatqizib o'ltirib etadi. Yoki bo'lmasa etib o'ltirib etadi. Men chapanimni yirtib, onin uningga tanglab, keling, menga apash bo'ling. Buni keyningizni o'tkazib menga chiqib bag'lang. Hozir bizga buningdan boshqa amal qolmadi, dedim. Umi deganimdek chapandan yasalgan belbog'ni ikkimizga chambarchas bog'ladi. Shunda qilib, uni tog'dan qutuldirib elib tushib, uning talabi bo'yicha Chiyotgan nahiyasi Namratlar mahallasidagi bir yiroq tuqqanining uyiga o'rlashtirib qo'ydim. Atskashda ilqi axborot amaldorining uyiga berib, boshliqim degan harom tomoqning xotin bolalarini qanday usulda o'ltirgan bo'lsam, uning xotin bolalarini mushoxil usulda o'ltirib etdim. Ondan bu cho'sh qismat avlaqni meni so'raxanda qanday qiynashgan bo'lsa, shuningdan nechasi oshirib qiynagandan keyin tirik turg'izib taxtiga mixlab qo'yib, putining uchidan boshlab cho'qqisigacha birma-bir to'g'rab chiqdim. Anglagan sen, bu xumparlarga hargiz shengil bo'lmaydi. Shunga o'zingga hizi bo'l. Men bu ishni cho'qim aniqlayman. Bu sening qo'lingda kelmaydi. Shu yerda qanchalik jinonni saqlay olaysan, bunisi noma'lum. Undaqda sen odatda mush yerda turamsan. Yo'q, men bu yerga menga to'q so'tirg'ili kirgan. Nima? Qanday qilib? Sening menang to'kar qiliq ishlamdi. Yo'q. Ular operatsiya jarayonida menga kichiklatilgan yer shari o'rinmalar sistemasi o'zligini o'rlashtirib qo'ygan. Bu o'zak har vaqt sun'iy hamroqqa ulinib, signal yo'llab, meni o'rnimni ko'rsatib berib turdi. Shuning uchun men yuqori besimda menga to'k o'tkazib, signalning sun'iy hamroqqa ulinishining vaqtni oldin elib turma. Bo'lmasa u ablaqlar meni tepib bilib, teramni tatirishiladi. Asli bu yerga shu ish bilan kirgan edim. Unda qilsang, Nervonga ta'sir bo'lmamdi. Ta'sir bo'lmay qolamdi. Baribir ta'sir bo'lsin, bo'lmasin. Nima aloqasi? Men ya odamda yashayamsam? Bu nima degani? Sen bilmaysan. Yaqinda buyon badanimda xayriylik sezilishga boshladi. G'azablansam tish tirnoqlarim o'sib, badanimni mo'y bisib ketdi. Buning yana qaysi darajada taraqqiy qilishini uqmayman. Balkim bir mazgildan keyin butunlay odam xususiyatimdan yo'qotishi mumkin. Balkim bir mazgildan keyin butunlay odam xususiyatimni yo'qotishi mumkin. Navbatdagi birdan-bir amal u avliqlarning qishig'i qaytib berib, davomli tajriba qilinib o'zgarishini kutish. Biroq men bu yerda menga to'q so'qtirib o'lsam o'lamanki, u hayvonlarning qishig'i hargiz qaytib olmayman. Menga to'q so'qtirsang, qanchalik og'riydi? Uning gapini qilma. Tasvirlab berishga ojizlik qilaman. Sirtda saqchi mashinasining ovozi anglanishga boshladi. Ular meni bayqab qolganda qiladi. Men bayonga chiqish eg'izidan chiqib, ularning diqqatini bilib turay. Sen darhol yana bir chiqish eg'izidan chiqib ket. Ular ikkimizni birga bayqab qolsa, sen saqamaysan. U shundoq deginicha bir kuchapla put qo'lidagi bog'liqni uzib etdi. Sen nemishqa boya ho'shingga kelganda uni uzib etmaysan. Sening o ishlarni qanchalik darajada biladiganligingni teqa uqmaydim. Agar seni shunaqla o'ldiribetsam, mening u hayvonlardan nima farqim qoladi? Bo'ldi. Ortiq gapni qo'y. Tez qoch. U balbeg'imni sug'uribla beliga bog'lab oldi. Ondan gördek bu qop-qorong'u ko'yi qopning boya men kirgan eg'iziga qarab, bara-bara uzab ketdi. Hey! Seni endi qandoq topaman? Meni izlashingning hojati yo'q. Chiyotgan noyasidagi Ayami doktorini izlab topdim. Doktorxonaning ba'zi maxfiyatlarini u o'pdan biladi. Shundoq qilib, bu zulmat ozgilida o'zim yolg'iz qoldim. Sirtqa chiqqan chegimda saqchilar yonib ketgan bo'lib, yo'lning toshmasini to'sib qo'yib, o'tgan kashkalarni tekshirib
kecha bayam sarang degan gaplarni o'ylab haqiqatga yoldim. Tong otarga yaqin uxlab qoldim. Yana shu o'xshash qabohat bir tush. O'rnimdan chachirab turib, o'til suvxonaga kirib, yuzimni yuvishga boshladim. Yo'q, bu to'g'ri emas. Haydovchi umumiy doktor. Ruhliq bo'l. Ben qo'yib atma. 10 minut atrofida yuzimni sovuq suvda qayta yuvgandan keyin nashtimi qilmay doktorxonaga yurib ketdim. Bugun bu yer ko'zimga shuncha surlik, shuncha sovuq, shuncha mudhish ko'rinishga boshladi. Xuddi bu yerda tunji ko'rayotgandek har bir odam, har bir manzaraga shuncha inchiklik bilan diqqat qilishga boshladi. Ishikdan kiribla futbollari kishanlanib doktorxona maydonlarida ishlayotgan saranglarga ko'zim tushib qoldi. Amonlik saqlovchilar ularning kallasini turib ishga selyapti. Doktorxona o'ylisidan o'tayotgan chegimda bir ayol sarang ko'zlarini yo'g'on ichib, qo'rqimsirgan qiyofatda xuddi menga bir narsa degisi bordek mendan ko'zini uzmay diqqat bilan qarab turardi. Uning ko'zlari qip-qizil, chiroyi daraxt qo'ziqidek yirik. Chechining shuncha uzun bo'lishiga qaramay, kallasining tegi ko'rinib kelib, yigilib qolgan tuxumdek qo'rqinchli holatda. Bir teri bir ustixonga aylanib qolgan bo'lib, oran o'ri turayotgan edi. Uning yuzidagi qulochlar chiroyini Germaniyaning ishtlaridek ko'rimsiz ko'rsatib turardi. Yana ozroq oldida bir sarang gullarga qarab to'xtamay kulyotdi. Ishxonamga kirib o'ltirdim. Hech ish xo'shaqidgandek emas edi. Bir ozdan keyin doktorxona oshxonasiga chiqib, nashtalik yeb o'ltirsam, Ayda Siyuko g'ilpal ko'zimga cheliqib qoldi. Ko'zimga shundoq ko'rinib qolgan o'xshaydi deb o'ylab, nashtiliqimni yeyaverdim. U yana bir qitim paydo bo'lib, menga qarab kulimsirganicha oshxonadan chiqib ketdi. U bemorlar kiyimi kiyib olgan edi. Odatda bemorlarni birsi mas'ul bo'lib ilib chiqardi. Biroq u yolg'iz yurayotgan edi. Darhol uning keynidan yugurib chiqib, ixtiyorsiz doktorxona ichini aylanishga boshladim. O'zimning berish salohiyati to'shadigan barliq bo'limlarga kirdim. Doktorxona maydonini izladim. Biroq uning qarisi hech yerda ko'rinmaydi. Tuyuqsiz uning alohida mahorati esimga kelib, barliq binolar, dal-daraxtlarning ustiga uzoqdan uzoq bir tafsilot qarab chiqdim. Lekin yanada yo'q bo'lib chiqdi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, uni cho'qim tepishim kerak. U nimishqa bu yerda paydo bo'lib qoldi? Acaba tunigunga saqchilar tutib olib, shuncha tez bu yerga akilib qo'ygan bo'ldi? Yo'q, bu to'g'ri emas. Hukumatning endi uni bu yerga akilib qo'yishi mumkin emas. Uni cho'qim yiliqi harbiy bazaning maxfiy yarasida uydagi tajribaxona olib kerak edi. Belkim hukumat uni endi ko'rib kelmaydi deb o'ylashgan bo'lsa, shunga bu yerga qaytarib etdimi? Belkim shundoq bo'lishi mumkin. Uning ustidagi bemorlar kiyimi buni isbotlab turadi. Lekin nimishqa uning qishida boshqa odam yo'q? U boshqalar tuydirmay qochib chiqdimi? Undaq bo'lsa, nimishqa menga gap qilmay, kulimsirab yo'qolib ketdi. Belkim yana shu sarang qiyofatiga kirib olgandir. Shundoq sanoqsiz nimishqalar ichida tutgan qo'yganim esim yo'q, bir kunni o'tkazdim. Atsa degan o'rnimdan turib, yuzimni sovuq suvda uzoqdan uzoq yuvishga boshladim. Yana menga odat bo'lib ketgan so'zlar bilan o'zimga madad berib o'tirdim. Aydochi ayumiy doktor, ruhliq bo'l, bel qo'yib atma. Sen cho'qim davomlashtira olasan. Shu kundan boshlab yana shu oshxonada uni pat-pat uchirtib turdigan bo'ldi. Lekin qishig'i berib bo'g'icha yana yo'qolib ketdi. Bir kuni doktorxonamizga yana bir turkum bemorlar elib kelindi. Ularning orasida meni bu doktorxonaga tanishtirgan do'stimmi bor edi. O'z ko'zlarimga ishonmayli qilyotdim. Uningga shuncha yiqilishni o'ylagan bo'lsam-mu, biroq uni eng qattiq boshqarilgan kasalxona binosiga elib kirib ketdi. Amdilikda mening izlaydigan odamim 2 ga borgan edi. Qandoq qilsam bo'la? Yo o binoga yiqillashqili qo'ymasa? Chatoq yeri boshqa bemorlarni oldi gullikka havoyiga ilib chiqini bilan, o binodagi bemorlarni orqa o'yliga ilib chiqadi emasmi?
yana kelib boshqalarni qalaymaqan ular bilan uchrashqilib qo'ymasa, yo boshqa birdan turib orqa o'yinni ko'rgili bo'lmasa. Beshim texmi qaytib u nima bo'lib kirgan bo'g'aydi? Bu hozircha bir sir. Yili qisarang texchi tutuq bermay yuratdi. Uning ustiga xizmatdoshlarmi menga bargan siri sirlik qarashmoqda edi. Bu yerga xizmatga tushgili 2 yil bo'lgan bo'lsa-mu, lekin boshqalarga nisbatan yangi xizmatchi hisoblanatdim. Bularmi bu doktorxonaning ishini bildiganmidi? Acaba mening ba'zi ishlarni sezib qolganligimni bilib kelib, shunga menga bo'lgan pozitsiyasi o'zgarib qoldimi-ya? Bundaq bo'lsa bo'lmaydi. Men cho'qim sarang gapini qilgan ayomiy doktorni izlab tepib, tegiga yetalmagan ba'zi masalalarga javob topishim kerak. Shundoq qilib, hatto oxiridagi dam olishimni 4 ko'z bilan kutib, bir haftani bakmi tasdi toshqozdim. Bu bir hafta vaqt dakki-dukida bir yildek bilinib, dam olish ruxsatimni elibla sirtqa o'zimni otdim. Bu qafasdan oxiri qutuldim. Biroq atidan boshlab yana so'lindigan gap. Boshqa ishni qo'yib, darhol ayomiy doktorni izlab topay. U hozirgi birdan-bir menga yordam qila oladigan odam. Shuncha uzoq yo'lni besib, Chiotian nahiyasiga yetib keldim. Ham sarangning deb bergan adresi bo'yicha boshqalardan aniqlab yurib, bir eshikni chekdim. Ichidan yashinib qolgan bir mo'may chiqib keldi. "Mo'may, yaxshimsiz? Ayomiy doktor, mushu uyda turamdi." Shuncha uzoq yo'lni besib, Chiotian nahiyasiga yetib keldim. Ham sarangning deb bergan adresi bo'yicha boshqalardan aniqlab yurib, bir eshikni chekdim. Ichidan yashinib qolgan bir mo'may chiqib keldi. "Mo'may, yaxshimsiz? Ayomiy doktor, mushu uyda turamdi." "Nima dedingiz?" Uning quliqi sal eg'irdek qilatdi. "Ayomiy doktor deyman. U mushu uyda turamdi." "Kim u? Tonimayman." U shundoq deb eshikni tezli yipib o'tmoqchi bo'lib edi, chaqqonlik bilan eshikni to'sib elib tushundirdi. "Mo'ma, men Aydas Yukoning havolasi bilan kelgan. U hozir xatar ichida. Unda qilmay ayomiy doktorni chaqirib qo'ysangiz bo'pti-kan." Shu tariqada birdam janjallashlardan keyin uxlash kiyimi kiygan bir ayol o'yladi paydo bo'ldi. "Kimni izlaysiz?" Men Aydas Yukoning havolasi bilan ayomiy doktorni izlab kelgandim. Gapimni anglabla u ayolning chiroyi o'ngib ketdi. Darvozadan beshini chiqarib, atrofga bir qur qarab o'tgandan keyin, "Orqangizga biroz tushmagandu?" deb so'radi. "Yo'q, men xeyli diqqat qilib mangdim. Birasining oqamga tushganligini bayqamadim." "Undaqda tez ish chekkaram. Cho'g'ana, o'zlari xafa bo'lmay birdan ishikni qishib turib tursalar bo'pti-kan. Bizning azroq deyishadigan gapimiz bor edi." Biz uyga kirgandan keyin u gapini boshladi. "Siz uni qanday taniysiz? Uningga nima ish bo'ldi?" Men o'zimni tunishtirgandan keyin bo'lgan ahvolni uningga bir qur so'zlab berdim. "Aydachi ayomiy doktor, bu ishlarni unutib keting. Ayda Siyokoni unutib keting. Uni yo'q deb biling." "Nimishqa? U sizni qutuldiribdi-kan-ku. Qancha oz ishni bilsangiz, o'zingizga shuncha foydali." "Men sizdan doktorxonaning ba'zi ishlarini o'qib beqish uchun kelgan." "U yerda siz o'qida kishi yo'q. Bo'ldi, keting." "Undaqda siz nima uchun doktorxonadan qochqandingiz?" "Buni sizning bilishingizning keragi yo'q." "Men texi sizni menga yordam qila oladi debdimi?" U chochlarini qamonlig'icha bir nuqtaga tikilib uzoq o'ltirib ketdi. Uning ko'zlaridan bir xil nafrat ushqunlari chaqnab turardi. Ko'zining eqining rangini farq etkisiz bo'lib ketgan edi. "Men ularning nazarida yo'ldoshi va bolalarni o'ltirayotgan ro'yi kasal. Siz bir ro'yi kasalning gapiga ishonamsiz?" "Yo'q. Siz ro'yi kasal emas." "Men qarang, Adachi ayomiy doktor. Siz atrofingizdagilar tarafidan tuyuqsiz ro'yi kasal qatoriga chiqarib etilsangiz, qanday hissiyatda bo'lasiz? O'zingizni aqlab bo'lolmaysiz. Mayli sizning deganingiz qanchalik to'g'ri bo'lishidan qat'iy nazar, boshqalarning inkor qilishiga uchraysiz. Ammo siz ularning deganini qabul qilishingiz kerak. Men ularga ishlashni xohlamaganligim uchun meni ro'yi kasal qatorida bartaraf qilmoqchi bo'lishdi. Doktorxona hozir odam qelibidan chiqqan tajribalarni ishlashga boshladi." "Bu ishlarni men anglagan.
Sizning anglığınız yüzeki qismi xalas. Ular biologik odam tajribasi ishlab o'tibdi-ku. Ularning endi undaq tajribaga, ham undaq odamlarga ehtiyoji qolmadi. Undaqda ularning ishlayotgani Xohlagan bir millatni yo'qotish tajribasi. bu qanday tajriba? Har qaysi millatlarning gen aloyiligi o'xshash bo'lmaydi. Ular shuningdan foydalanib, har xil turmush buyumlari, yemak-ichmak yasab oladi. Undaqda buning qanday ahamiyati bor? Bu bir xil iz qoldirmaydigan ashaddiy odam o'ldirish davati. Hozir o'zlarining odamini sinab qilib, shu xil buyumlarni yasab olishdi. Undaqda menga tafsiliyroq deb bersangiz qanday? Jahon taraqqiy qilib, urushning usullari ko'p xillikqa qarab yuzlandi. Kishilar ilgari qilishdi jang qilgan bo'lsa, keyinchi miltiq, tanka, zambiraklarda urush qilishdi. Keyin birma askarni chiqim qilmay turib, yadro bombalarni ishlatib urush qilib, yer sharini vayron qilishdi. Biroq bunday qilsa, o'zlari yashaydigan zamonga ta'siri bo'lib, ilgirki go'zal dunyodan asarmi qolmaydi. Yer sharini qoqos cho'llikka aylantirib qo'yib, butun dunyoga ega bo'lib olsa, nima lazzati bo'lsin? Ular shunga genning tuzilishini o'zgartib, tez suratda jonni oladigan, muhit bulg'amaydigan, qotillik surati eng tez, o'ldirish doirasi eng keng buyumlarni yasab chiqishga boshladi. Demakchi bo'g'iningiz deb basam ishonmaysiz. Tish pastasidan tortib chasopingacha, yemak-ichmakdan tortib sun'iy yomg'ir yog'dirishgacha butkul sohada keng ko'lamli hujum qo'zg'amoqchi. Bu deyotganingiz Texnik tushunmadingizmi? Yaponiyaning hukumati hozir Yapon millatining geniga qarta yuqorida deb o'tgan turlar bo'yicha muvaffaqiyatli qotillik buyumlarini yasab oldi. Nimishqa? Bu o'zining putiga o'zi palti chapqanlik-ku. Ular o'zlarini halok qilishmoqchimikan? Bu tajribaga qanchalik ko'p odam ketadiganligini bilamsiz. Ular endi 2 dunyo urushining oldi keynidagidek tajovuzchilik urush qo'zg'ab, ishg'oliyat rayonidagi xalqlarni xohlagancha tajriba qila olmaydi. Shunlashqa faqat o'z millati orqali tajriba elib berib, shuningga asosan ondan boshqa millatlarga kengaytmoqchi. Bundoq bo'lganda osonga to'xtaydi. Nima degan xatarlik? Undaqda yuqorida siz deb o'tgan biologik buyumlarda muvaffaqiyat qozonib bo'ldimi? Shundoq desam bo'ladi. Ularning oxirgi nishoni biz nafaslanayotgan oksigenga o'zlari yasagan gazni ko'plab qo'yib berib, barbara dunyoda faqat bir millatni, ya'ni Yapon millatini qoldirib qo'ymoqchi. Bu aniqli fashizm ideyasi-ku. Buni chet el hukumatlari bilib qolsa, butkul kuchi bilan qarshi turdi. Gapning hammasi mushu yerda. Agar chet elliklar bu texnikani qo'lga tushirib olsa, avval biz Yaponlar tugishimiz. Chunki ular tadqiq qilib o'ltirmaylar, shu buyumlarni o'xshash qilib ishlataversa, ularga qilchi ta'siri bo'lmagani bilan halok bo'ldig'ini yanili bas. Undaqda bu ishda hukumatimiz bakchong tavakkulchilik qildi-ku. Shundoq. Shunsiz bayonqi biologik odam tajribasini ikkinchi tilga olg'uchi bo'lmang. Buni hukumatimiz e'tirof qilmaydi, ham bu ishni jiq odam bilmaydi. Lekin ularning tajribasi to'xtab qolmaydi. Ularga yana ko'plab tajriba materiali kerak. Buni haqiqiy turda sinovdan o'tkazish uchun yana nurg'un odamni qurbonlik qiladi. Bu ishni biladigan barliq odamlarmi shuning ichida. Biroq ular mening bu ishlarni bildig'inimni texi bilmaydi. U doktorxona uzun yillardan buyon doktor qabul qilib boqmagan. Doktorxonadagilar sizga qanaqroq muomala qilyotdi? Xizmatdoshlarim yaqindan buyon menga sal g'ayri ko'zda qaraydigan bo'lib qoldi. Har kuni g'alati tushlarni ko'ramsiz. Shundoq. Buni qandoq bildingiz? Undaqda ular sizni tanlab bo'pti. Nima? Qandoq deysiz? Ular sizning Ayda Siyokini izlab yurganligingizni bilib olgandek qiladi. Har kuni doktorxona oshxonasidan tomoq yemsiz. Bizga shu yerda tomoq yemakdan boshqa amal yo'q. Asti xarakterlik nervini narkoz qiladigan dorilar odatda asta qinangizga kirdi. Ondan dorining unumi ko'riladi. Avval tomirlar, barmoqlar, ondan boshqa a'zolarga ta'sir qiladi. Demakchi bo'lganingiz ular to'g'ri. Bundan keyin u yerda tomoq yemang. Undaqda tajribaning ishini yana kimlar biladi? Hammasi. Ajiba butun doktorlar, hatto qo'g'dug'ichilarmi bilamdi? Agar men iste'fo bersam-chi? Unda qilmaysiz. Ular sizga bo'lgan gumonini cho'nqurlashtirishdan burun u yerdan ayrilmang. Bo'lmasa, ularga yaxshi bahona tepib bersiz. Ular sizni shu saranglar qatoriga tizib qo'yishidi. Sizdan bu davlatda mo'kib yurishdan boshqa ilojingiz qolmaydi. Unda qilolmaydi. Men degan sarang emas, ruhiy kasalliklar doktori. Siz bekatda o'ylab qopsiz. Menmi ilgari dangliq ruhiy kasalliklar doktori edim. Keyin sarang qatoriga chiqarishdi. Ular sizni sarang desa, sarang bo'lmay ilojingiz yo'q. Undaqda ularning tamiqimga aralashtirayotgani qandoq to'ra? Sizni o'zlarining sodiq g'alchisiga aylantiradigan dora.
Agar siz ularning deginiga ko'nsangiz, sizni davomli ishlatadi. Bo'lmasa, sarang qatorida tajriba buyumiga aylantirib yetadi. Lekin xotirjam bo'ling. Ular vaqtincha sizga ziyonkashlik qilmaydi. Dorining unumi ko'rildigangami, ma'lum mezgil vaqt ketadi. Faqat siz ularni gumonlantirib qo'ymasangizlar, kunlarning birida sizga haqiqiy ahvolni aytadi. Ham sizning ifodangizni sinab boqadi. Sizdan ilgirki doktorlar ham shunday qilgan. Men doktorxonada xuddi tikanga dasib oldigandek ehtiyot bilan yurishga boshladim. Lekin qerishgandek tuyuqsiz yuz bergan ba'zi o'zgarishlar meni texmi ansirtib qo'yayotdi. Doktorxona mushu haftadan boshlab to'y qilmaganlar bir oyda bir qitim uyiga qaytadigan belgilama chiqardi. Bu meni texmi gumonlantiryotdi. Chunki bu yerda yeshi eng kichik. Yana kelib to'y qilmagan birdan bir odam men edim. Bu aniqli menga chiqarilgan belgilama edi. Uning ustiga boshqa vaqtda tomoq yesam, qishimga yaqin yo'lapma solmaydigan xizmatdoshlarim g'alitlik qiliq chiqarib olgan bo'lib, xuddi menga bolasiga tomoq yegizishgandek har vaqtlik tomoqimda tomoq ustilimda paydo bo'ladi. Hamda toki tomoqni tugitib yeb bo'lguncha atrofimdan ketishmaydi. Dastlabda ularni gumonlantirib qo'ymaslik uchun tomoqning hammasini tugitib yedi. Keyincha doim ozroq yeb qolganini keyin yey deb ilib mang'ilayotganda faqatli unumaydi. Shu chaqda ondan bularning haqiqiy meni sinash bosqichiga o'tib bo'lganligini pamlashga boshladim. Tomoq yeb kiribla so'xonaning eshigini etib qo'yib, yondirib chiqatdim. Yuzimni sovuq suvda yug'ash, o'zimga xitob qilatdim. Adachi Ayumi doktor, sen qila olaysan. Hargiz bal qo'yib etma. G'ayratlik bo'l. Mushopeti davomlashtir. Yiliqi do'sting bilan Ayda Siyokuni izlab top. Ular qurbonlik bo'lib ketmasin. Bir kuni attigan o'rnimdan turib yuzimni yuyib olsam, sirtda bir kimlarning alla to'vi chayqirgan ovozlari qulqimga kirib qoldi. Chopinimni kiymay, aldirab yotqimning oldiga chiqsam, bir muncha badbashir saranglar maydondagilarni qo'g'lig'ili turibdi. Ularning aptidan xuddi birasini yavitadigandak yovuzlik chiqib turibdi. Amalli qo'g'dig'ichilarning tapanchisi borlari tapanchida, kaltiki borlari kaltakda ularni bo'ysundirmoqchi bo'lishadi-yu, lekin saranglarning soni davomli avib ularga bo'y bermaydi. Tuyuqsiz etilgan bir pay o'q bilan bir sarang yerga yiqildi. Boshqa saranglar texmi asabiylashib, o'q chiqargan amalli qo'g'dig'ichini orsiq ilib bilib, daldan shiginicha uningga yiqilishga boshladi. Odam baba! Quzullar! Odam baba! O bir tarafdan to'lg'ash, bir tarafdan saranglar qartib o'q uzishga boshladi. Lekin o kechikkan edi. Saranglar uningga yopirilib keldi-da, ostiga besib olib, qornini yerib, ish bag'irlarini yulib elib chaynashga boshladi. Bir sarang qo'lida arg'amchilik bir narsani so'ragach, saranglar to'pidan yugurib chiqib, 20 metr yiroqlikqa borganda to'xtab, sat yejib kulishga boshladi. Uning qo'lida so'rab chiqqani bayamqi amalliq saqlag'uchining uchiyi edi. Sarang uchayning qo'lidagi beshini eg'iziga soldi-da, mazza qilib chaynashga boshladi. Shundoq qilib, o birdamda uchayni chaynab tugitib, amalliq saqlag'uchining qishig'iga kelib qolgan edi. Bu chaqda amalliq saqlag'uchining quruq ustixonli qolgan bo'lib, boshqa saranglar uning so'nkinimi bo'sh qo'ymay, taraslatib chaynayotgan edi. Tuyuqsiz o'zimning yolg'iz qolganligi esimga kelib, boshqalarga qaradim. Boshqalar bo'lsa, o'la tirilishiga qaramay, bir yo'nalishga qarab ketishib-o'tadi. Kaynidan saranglar qo'g'lab, yiqtalig'ini bir tarafdan supurib, yeb ketib boradi. Qochaliganlari doktorxona mudiriyat binosi ichiga kirib ketib-o'tadi. Menmo shu tarafga qarab yugurdim. Tuyuqsiz saranglarning orasidan yiliqi do'stim chiqib, meni qo'g'lashga boshladi. Men yo to'xtashimni, yo davomli yugurishimni bilolmay qilyotgan edim. Ondan to'xtash niyati kelib, uningdan ba'zi savollarni so'ramoqchi bo'ldim. Afsus, umo boshqa saranglardek etilib kelibla,
meni ostiga besib oldi. Sen nima bu yerga kirib qolding? Onun ig'izdan qon saqishga boshladi. Ondan to'liq yeb bo'lamagan bir barmoqni yerga tükürüp etib, meni tishlamoqchi bo'ldi. Onun keyniga qarasam, bir muncha saranglar meni yeyish uchun tishlarini bilab kelib etibdi. Endi rostila tugashgan edim. Har qancha chiqibmi, onun kuchli qo'llaridan yulqinib chiqa olmayotdim. Men tarafga qarab kelayotgan saranglarmi allaqachon meni qorshab bo'lgan edi. Ko'zimni ching yumib oldim. Ah xudo! O'zimning buncha ichinishli o'lib ketishimni xiyolimga keltirib boqmagan ekanman. Bu yerga nima deb kelgan bo'g'aydim? Bir to'p sarang meni besib olib, qonimni chuvmoqda edi. Bayamqi qonxo'r do'stim bo'lsa, yuragimni epla, ig'ziga soldi. O'rnimdan chachirab turdim. Bütün bedenim höl bo'lib ketgan bo'lib, peshonamdan ter quyilib, hech to'xtamayotdi. Shukr. Hanim bo'z tushim bo'lib qopdi. So'xonaga chiqib, yuzimni yuvishga boshladim. Yuragim texchi o'zimga anglangudek selib, chiroyimda qanday dori qolmagan edi. Ayda Siyoko doktor, g'ayratlik bo'l. O'zingni yo'qotib qo'yma. Fursat tepib, haqiqiy ishlarning tegiga yet. Bir kuni ishxonada o'ltirsam, jiddiy ogohlantirish signali chelindi. Barliq amallik saqlag'uchilar diqqat. Barliq amallik saqlag'uchilar diqqat. Arqa binoning 2-qavatidan suv chiqib ketib, xatarlik ahvol ko'rildi. Shunga darhol 1-2 qavatdagi bemorlarni tarqoqlashtirishimiz kerak. Darhol yig'linglar. Darhol yig'linglar. Bu menga nisbatan yaxshi fursat edi. Chunki u binodal yiliq do'stim qamalgan bino bo'lib, shu bahonada uningga yiqilish olishim mumkin edi. Darhol orqa binoga qarab chopdim. Men borgan chaqda u yer patparaq bo'lib ketgan bo'lib, bemorlarni orqa o'yildagi gullikka jiddiy tizayotgan ekan. Bu qalaymqanchilikda hech kimning men bilan kori bo'lmadi. Shu fursatda elib chiqilgan bemorlarni birma-bir kuzatib chiqdim. Orasida hech bir do'stim ko'rinmaydi. Bundaq fursat bundan keyin ikkinchilab kelmasligi mumkin. Shunga har qancha badal to'lsam-mo, u do'stimni izlab tepib, kallamdagi sansizligan nima uchunlarga javob topmasam bo'lmaydi. U meni bu doktorxonaga tunishtirgan birdan-bir odam bo'lganligi uchun cho'qim ko'p ishlarni biladi. Har qancha bo'lsa, menga qarab turib ziyonkashlik qilmagan bo'g'aydi. Qarasam, binoning chiqish eg'izida 2 nafar qarovul qoral ko'tarib turibdi. Qanday qilish kerak? Chaqmoq tezligida kallamga bir aql keldi-da, ishxona binosiga qarab yugurdi. Odatda navbatchilik uyida qo'g'dig'uchilarning formasi qo'yib qo'yiladi. Berib qarasam, eshik etikkan. Bu chaqda bayamqi qizg'inliqim qayoqlargadir g'oyib bo'lib, qalbimni o'zimmi tasvirlab beramaydigan bir xil ochiq hissiyat qoplab ketdi. Derazaning oldiga kelganda qiyo o'chib qolganligini bilib, Xudoga shukr etdim. Ishtirib baqsam, rostila ichilib ketdi. Ichiga kirib shuncha izlab baqqan bo'lsam-mo, boshqa chaqlarda qalaymqon tashlab qo'yilgan xizmat formasi bu qaytim hech yerda ko'rinmayotdi. Dal shu paytda sirtdan bir amalli qo'g'dig'ichi yugurib kirdi-da, ombor, kulish degandek narsalarni epla yana chiqib ketmoqchi bo'lib edi. Keynidan kelib, bayatın qo'limga ilib olgan kaltak bilan kallasiga kelishtirib birni soldi. U pokli qilib yerga yiqildi. Darhol uning xizmat formasini soldirib kiyib oldim. Hamda bayatın u ilib maqmoqchi bo'lgan ombir kulishlarni olgancha bayamqi binoga qarab yugurdi. Bu qitim ishim osonga to'xtagan edi. Ustimda amallik saqlag'uchilarning xizmat formasi bo'lganligi uchun qarovullarni menga ancha diqqat qilib ketmadi. Shunda qilib, hech bir to'salg'usizlar bu zaypirab turadigan mari so'g'uq binoga kirib oldi. Boshqalar bemorlarni tarqoqlashtirish, so'yullarni remont qilish bilan aldirash edi. Bu vahimalik ovozliq asarning davomini anglamoqchi bo'lsangiz,